Naryo tomondan yurgan edik. Endi bu yoq beti. Tamam, qara. Bu park ekan, bolajonlarimiz uchun park. Ne только bolajonlarimiz uchun. Bu parkda kattalar ham mazza qilib dam olsa kerak. Ham eko park, ham razilcheniya. Lekincha katta emas, o'rtacha ekan parki. Ya'ni uchadigan arg'imchoqlarni aytaman. Ko'proq yurish, yugurish, yoga deydimi o'ziniki bular. O'sha muzikalarni qo'yib qo'yib, gimnastikalarni qilish. Juda yaxshi odat anaqa ekan. Anaqa karusellari bor lekin. O'sha ko'rib turganinglar. Karusel. Bundan tashqari mana bu yoqda. Bizani akvaparkimizda bor anaqalar menimcha. Kecha gorkalar deydi-yu. Shunaqalar. Zo'r, просто zo'r. Hamma yoqda mana shunaqa qutilari bilan. Hamma yoqda mana shunaqa okalar tozalab, ortiqcha narsalarni olib yurishibdi, to'xtovsiz. Ne только shahar o'rtasida, ya'ni bu qishloq tomoni bo'lsa, uni o'rtasida emas, ichkarilarda ham xuddi shu holatda ketyapti-da. Bor ahvoli og'ir emas, shuni ham-da, ya'ni o'rtacha. Bizda ahvoli og'ir borishadi. Ularga ham borib qolsam albatta video qilaman. Shunaqa eng chet qishloqlarni ham faqat yaxshi tomonni emas, yomon tomonida yaxshi tomonini ham ko'rsatamiz, xudo xolisa. Ko'rib borishda to'xtamanglar. Like, ayamanglar. Xitoy rostdan kelib aylanib ketishga yaxshi shahar. Sal ovqatdan sal qiynalishingiz mumkin, lekin hozirgi kunda bundan ham qiyinchilik bo'lmay qoldi. Sababi chimadan bemalol qaziqaytdi. O'zingiz bilan olib kelsangiz bo'ladi. Muammo yo'q. Orada sal yomoniga uchrab qolsangiz olib qo'ymasa, tek hozircha unaqa olib qo'ymayapti ham. Kelsa bo'ladi rostdan. Undan tashqari uyg'ur ovqatlarni topsa bo'ladi bemalol. Yaxshi. Salomat bo'ling.